Bugungi uchrashuvimiz uch tajribasi asosida prezident belgilagandek joylarga chiqib tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Tadbirkorlarga bankda mavjud kreditlar, ularga tushunmaydigan sohalari bo'yicha tushuntirib, shularda bilan tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Agrobankda tadbirkorlarga kredit bo'yicha hech qanday masala yo'q. Kreditlar bo'ladigan bo'lsa, mana mahallalarda agentlarimiz, bankirlarimiz bemalol ularga murojaat qilishlari mumkin. Hozirgi kunda 212 sonli qaror bo'yicha kreditlarimiz hamma kredit liniyalari ochiq. Qanday savollar bo'lsa, nimaga tushunmaydigan bo'lsalar, bemalol aytishlari mumkin. Chorvachilik uchun kreditlarimiz bormi hozirgi? Yo'q, masalan, chorvachilik uchun yo'q. Yilda oxiri bo'lib qoldi. Yilda oxiri bo'lib qoldi. Mana shu yilgacha qilgan kredit chiqardikmi hozir? O'zlaricha chiqib ketdi, 500 milliondan a'la chiqibdi mahallamizda nimaga hisoblagan? 500 million. Hokimlar yordamchisidan ko'p berdilaringmi? Ko'p berdi. Limit qilib qoldi, 5 aytishyapti-da, lekin xato hokim yordamchimiz. Endi har yilda oxiri shunaqa